Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Mush vaqtingiz xayrli bo'lsin. Python dastlabki seviye programlash darsining 7-qismiga mana hoş geldinglar. Ko'rayotganinglardek oldingi darsimizda, ya'ni 6-qism darsimizda o'zgarguvchi qimmatni o'rganib chiqqan edik. Va bugungi darsimizda ham o'zgarguvchi qimmatningki davomini biz birlikda ko'rib chiqamiz. Qaynamsiz diqqatinglar darsimizda bo'lsin. Biz darsimiz boshlagandan beri o'zgarguvchi qimmat dedik. Mühim bo'lgan nuqtalarni ko'rib o'tgan bo'ldik. Undan keyin biroz mashq ishlagan bo'ldik. Endi biz ko'rayotganinglardek mana shaklda izohat qo'ydim. Biz turmushimizga yaqin bo'lgan bu misolni shu o'zgarguvchi qimmat orqali ishlab boqaylik. Masalan, biz bozordan 10 kilo olma sotib olmoqchi. Bu olmalarning 1 kilosi 5 lira. Bundaqda o'zgarguvchi qimmat orqali bu olmalarni qancha liraga sotib ola oladiganligimizni hisoblab ko'raylik. Masalan, bozordan 10 kilo olma sotib olmoqchiman. Şu o'zgarguvchi qimmatning ismini qanday qo'yganligimizni 4 muhim nuqtada izohlagan. Shularni biz asga olgan holatda davomlashtiramiz. Unda bo'lsa, biz bozordan 10 kilo olma sotib olmoqchi. Biz jami olmaninki, ya'ni biz sotib olmoqchi bo'lgan olmaning qimmatini kirgizdik. Jami olma deb 10 deb yozdik. Undan keyin 1 kilo olmani mana shaklda ifodaladik. Buning qimmati 5, ya'ni 5 lira. 1 kilo olma 5 lira deb yozdik. Undan keyin lira tang jami olma ko'paytirilgan kilo 1 tang print qarsanglar lira. Undan keyin buni ijro qilib ko'rib boqaylik. Ko'rayotganinglardek biz bozordan 10 kilo olma sotib olmoqchi. Bu olmalarning har kilosi 5 lira. Bu shaklda buni hisoblasak 50 lira. Yani bu 10 kilo olma sotib olishimiz uchun yanchug'imizda cho'qim 50 lira bo'lishi kerak ekan. Bundan az bo'lib qolsa sotib olmaymiz degan gap. Bu yerdagi shartlik jumlalarni biz darsimizning keyingi mazmunlarida o'rganamiz. Hozir o'zida faqat shu o'zgarguvchi qimmatningki ishlatish o'rnini qaysi xil shaklda ishlatildi, buning o'zaro ko'paytish, ya'ni ifodalarda qanday qo'llanildi, bu shaklda ko'rsatdim. Bu shaklda o'rganib olsanglar bo'ldi. Undan keyin yana boshqa misol oladigan bo'lsak, x tang 5 y tang 10. Undan keyin z tang x qo'shilgan y. Undan keyin print z. Qaraydigan bo'lsanglar, buning natijasi 15. Nima uchun 15? Bu yerdagi z. Z ning o'zi 15. Nima uchun 15? Bu yerdagi x ning qimmati 5 de, y ning qimmati 10 de. Shuning bilan 10 ga 5 ni qo'shsak 15, ya'ni bu yerdagi z ning qimmati 15, shuning bilan 15. Bu yerdagi o'zgarguvchi qimmatni mana shaklda ishlatib olsak bo'ladi, ishlatsak bo'ladi. Undan keyin yana keyingi mazmun qaraydigan bo'lsak, yana bir diqqat qilgan nuqtamiz o'zgarguvchi qimmatga berilgan ismni yana bir o'zgarguvchi qimmat ismiga ishlatgan bo'ldi. Ya'ni bundaq chiqib aytgan vaqtda ikki dona kichik yeshikni cho'ngroq bir yeshikka qo'shilgan bo'ladi degan gap. Masalan, buni biz amaliy misol bilan ko'rib baqsak, masalan, qaraydigan bo'lsanglar, mayadagi 2000 ning o'zi mush 2000 shu. Bu yerning o'zi ma'noga teng, buning o'zi ma'noga teng. Mana. Mana shaklda bo'ldi. Endi mayadagi 7000 qanday chiqdi degan vaqtda, avval deganimizdek, o'zgarguvchi qimmatga berilgan ismni yana bir o'zgarguvchi qimmat ismiga ishlatgan bo'ldi degandik. Mayadagi mani bilan mayadagi mani o'xshaydi, ammo mani deganning o'zini mayaga qo'ydik. Buning o'zi shu. Buning o'zi shu 7000 degani shu. Bu qanday bo'ldi degan vaqtda abay deganimdek o'zgarguvchi qimmatga berilgan ismni yana bir o'zgarguvchi qimmatga ishlatgan bo'ldi degan. Endi qaraydigan bo'lsanglar, o'zgarguvchi qimmat ismiga berilgan qimmatni o'zgartirishga bo'ladi. Yangidan qimmat berilganda asldagi qimmatning o'rniga yangi berilgan qimmat almashadi degan. Buni biz mana shaklda ko'rib baqsak bo'ladi. Masalan, money deb yozdik. Tang 6000 deb yozaylik. Print money. Ko'rayotganinglardek mana ijro qilsak, buning o'zi bu. Amaliyotda mayadimi bor, ammo buningki qimmati o'zgarganligi uchun mana shaklda bo'ldi. Mavi ilgari berilgan qimmatlar, mavi yangidan berilgan qimmatlar mana shaklda almasimi, natija mana shaklda davomlashaverdi degan gap. Bu yana bilib olgan muhim nuqtalarimiz. Undan keyin
Bu yerdagi yana muhim bo'lgan bilib olgan bir nuqtamiz matematikalik hisoblash ishlatilgan qo'sh belgisini tekstlarga ishlatishga bo'ladi. Buning roli birlashtirish. Masalan, biz ham misol elib o'tdik. Bozordan 10 kilo olma sotib olmoqchi, buning uchun 5 kilo, har kilosi 5 lira. Unda bo'lganda mana shaklda ifodalab hisoblagan to'q. Eng oxirida natijani bizga 50 deb chiqarib berganda, shunami? Bu yerda 50 deb sonlam chiqarib bermay, bizga 50 lira bo'lish kerak yoki setib olish uchun 50 lira bo'lish kerak deganga o'xshash bir natija chiqarib berish uchun buning o'xshash qo'shishlarni va yoki hozir o'rganmoqchi bo'lgan usulni ishlatsak, bu shaklda chiqadi. Masalan, hamda buning o'zini bevosita chiqargan bo'lsak, Uyg'ur bolasi deb chiqadi. Biz astoq kelayli printning, ya'ni natija holatda. Hamda bu yerga men mening ismim Uyg'ur bolasi bo'ladi deb chiqarmoqchi. Unda bo'lganlik uchun bu yerdagi o'zgaruvchi qiymat ismida natijasi Uyg'ur bolasi bo'lganlik uchun men bu yerda mening ismimni qo'shma, undan keyin bo'ladi deganni qo'shma, jami holatda natijasi mening ismim Uyg'ur bolasi bo'ladi deb chiqish kerak. Unda bo'lsa men bu yerga yana o'xshash shaklda tekst holatda yozaman. Mening ismim bo'shliq qo'shilgan hamda bu yerdagi o'zgaruvchi qiymat ismini ishlatma bo'shliq qo'shilgan yana o'xshash shaklda bo'ladi deb yozdim. Hamda buni ijro qilib boqaylik. Qarasanglar, hammasi bir-birisiga o'xshab yozibdi, lekin qo'shilibdi. Ya'ni o'qisak, mening ismim Uyg'ur bolasi bo'ladi. Tamam. Nayt to'g'ri holatda ijro qildi. Hamda qaraydigan bo'lsak, bularningki oraliqidagi bo'shliqni qanday beramiz degan vaqtda, bu natijaga bo'shliqni berishim uchun qarasanglar, shu tekstninki oxirlash nuqtasiga kelib bir bo'shliq o'rnatamiz. Ya'ni bu tekstninki bu oxirlash pesh bilan oxirlashish jup usti pesh bilan bo'lgan oraliqqa bir bo'shliq bo'lish kerak. Bu yerda shu, undan keyin bu yerda bir bo'shliq, undan keyin bu yerda bir bo'shliq bo'lsa, qarasanglar hamda ijro qilib boqaylik. Mana. Mening ismim Uyg'ur bolasi bo'ladi deb chiqdi. Hatto men bir tal chekit qo'yib o'tay. Ijro qilsak, mana mening ismim Uyg'ur bolasi bo'ldi deb. Mana shaklda mana biz matematikalik hisoblashda ishlatgan shu qo'shish ifodasini mana shaklda tekst ishlatdik. Tekst ishlatgandan keyin mana shaklda chiqdi. Buni bilib oldinglar, bu yerdagi bo'shliqni qo'yishni bilib olgan bo'ldinglar. Endi biz bu usullar orqali o'zaro tekstlarni mana shaklda chiqara oladigan bo'ldik, bir-birisiga qo'shish orqali. Endi biz tekst bilan son biriga kelib qolgan vaqtda qanday qilamiz? O'zaro qo'shilamdi degan vaqtda qo'shilmaydi. Chunki tekst ayrim bir narsa, son ayrim bir narsa. Ana bog'liq uchun qo'shilmaydi, lekin qo'shilib yozilish uchun. Ya'ni abiyan biz deganimizdek, bu yerdagi natijani, ya'ni 50 deganni 50 lira degandek yozishimiz uchun hozir o'rganmoqchi bo'lgan yana bir qo'shimcha usul orqali o shaklda natijaga erisha olasizlar. Masalan, diqqat qilgan bo'lsak, hamda qaraydigan bo'lsangiz, nayda diqqat qilgan yana bir muhim nuqta tekst shakli bilan son tipini o'zgartirish. Abay deganimdek, tekstni tekstga mana shaklda qo'sha oldik, sonni songa mana shaklda qo'sha oldik. Ammo tekst bilan son qo'shilgan holatda, ya'ni mana o'xshash 50 lira, ya'ni 50 degan son, lira degan bir tekst shunaqa. Bu ikkisini qo'shilish uchun mana o'xshash hozir o'rganmoqchi bo'lgan bir qator usullarni o'rganishingiz kerak. Hamda qaraydigan bo'lsanglar, string, ya'ni ma'ning o'zi qisqartirilgan holatda str holatda yoziladi. Bu tekst tip ekanligini ifodalaydi. Masalan, hamda qaraydigan bo'lsanglar, darsimizning 5ida str holatda mana shaklda ko'rib o'tgan. Buning o'zi sonliq ma'lumot tipidagi str. Buning hozir so'zlab o'tganimdek, buning o'zi tekst ekanligini, ya'ni tekst tip ekanligini ifodalaydi. Qaraydigan bo'lsak, mana tekst shakli deb bu yerda izohat beribdimi? Buning o'zi tekst tipi shu. Hamda abay deganimdek, shu tekst bilan sonni qo'shib bo'lmaydi degan to'q. Xato bo'lganligini biz amaliy misol bilan ko'rib boqaylik. Abayga o'xshash yana o'xshash shaklda mana shuni o'zini ko'paytirib olaylik. Bu yerga choplay bo'lishi kerak deb yozdim. Endi buni ijro qilaylik. Ijro qilsa xato bo'ldi. Nima uchun xato bo'ldi degan vaqtda, bu yerdagi liraning o'zi sonliq qimmat. Ya'ni nima sonliq qimmat degan vaqtda jami alma 10,
1 kilogram olma 5. Yani bu ikisini köpayt deb tuqmayadi. Şunun bilan 10'ni 5 köpaysak 50. 50'ning o'zi bir sonliq qimmat. Sonliq qimmatni tekis qo'shqil bo'lmaydi degan tuq. Şunun bilan xatolik yuz berdi. Endi biz bunu tuzib yozib baqaylar. Men lira deganni o'chirtib turay. Shunda qilib qarasanglar, ilgirki hisoblashimizda faqat ma shakl chiqqan bevosita buningki natijasi 50 deb chiqqan. Undan keyin biz ma STRni o'rgangandan keyin eng oxirdagi natija ma shakl chiqqan. Hamda bu yerdagi 50 bilan lirani oralig'ini biroz ochaylik. Ya'ni bir bo'shliq holatda qo'ysak bo'ldi. Shunday ijro qildim. Yanchiqda 50 lira bo'lish kerak. Mana ko'rayotganinglardek bir sonliq qimmatni tekstning ichiga bu shaklda qo'shgan bo'ldik. Hamda qaraydigan bo'lsangiz darsimizningki 5da int holatda ko'rib chiqqan. Bu yerdagi intning o'zi qisqartirilgan holatda yozilgan integerning qisqartirilmasi. Bu yerdagi son tipini yoki butun sonni ko'rsatadi. Hamda buni mana shaklda ko'rib baqaylar amaliy misol bilan. Hamda buni nima bunday qilmaydigan vaqtda bevosita qo'sha olamiz. Ilgari o'rganganimizdek qo'sha olamiz. Ammo ma'noga o'xshash, masalan, tekstni ya tekstdagi ma'lum sonlarni son qo'shish uchun mana shaklda integer, ya'ni butun son tipini mana shaklda ifodalash orqali buning natijasini mana shaklda chiqara olamiz degan. Bugun o'rgangan mazmunlarimiz biroz ko'p. Buni qayta mashq qilish va qayta amaliy misol ishlash orqali texnik pishiq o'rgana olasizlar. Unda olsa bizniki bugun o'rgangan darslarimiz o'zgarguvchi qimmat ismi va o'zgarguvchi qimmat. Bu yerdagi ma'no nuqtalar undan keyin muhim bo'lgan o'zgarguvchi qimmatning ismini qo'yishdagi muhim nuqtalar. Undan keyin o'zgarguvchi qimmatning ismlarininki o'zaro almashadiganligi va qimmatlarning o'zaro almasha oladiganligi. Undan keyin o'zgarguvchi qimmatning ismini o'zaro qo'shish. Undan keyin o'zgarguvchi qimmat ismidagi tekst bilan sonni o'zaro qo'shish. Undan keyin tekst altidagi sonni songa qo'shish. Bularni o'rgangan bo'ldik. Biroz g'angarab qolishingiz mumkin. Qayta darsni YouTube'ning o'zidan ko'rish orqali darsni pishiq deb olsanglar bo'ladi. Undan sonra dersimiz müşahede bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlarning foydalanish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.